Mana juda chiroyli. Buni mana bu ikkinchi ko'rpachasi. Mana xuddi shundan. Keyin mana yostig'imizdan ham bor. Bir juft yostig'i bor. To'yib bo'ladiganlar ko'proq oladi buni. Yostig'imiz ham juda chiroyli. Chekkalariga popuklar qo'yilgan. Mana zamokli. Tayyor zamok qilingan. Buni keyin mana patisvet dasturxoni. Bu komplekti. Mana dasturxonimiz. Yumaloq dasturxon. Mana dasturxonimizni ko'rinishi mana yaqinroqdan ko'rsataman. Xuddi shundan bir xil. Bu mana bu yostig'i. Mana bu komplekt. Oladiganlar uchun. Bizda yana mana bunday qizlarga, yigitlarga bo'lmasam uyimga dasturxon olaman deganlar uchun dasturxonlarimiz. Toza dasturxon, yuvsangiz ham kirlar to'kiladigan. Mana bu to'rlardan ham yaxshi tikilgan. Keyin bu 3,5 metrlik. Bemalol stol usturga ham ishlatsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam xom taxtaga deganlar xom taxtaga. Mana dasturxonlarimiz. Juda chiroyli. Buni yana bittasi bor. Bu 2,5 metrlik. Komplekt olaman deganlar uchun. Mana bu. 2,5 metrligi. Men o'zim ham ishlatganman, xuddi shuni o'zim qiziqib olganman, chunki juda yaxshi. Yuvganda kirlari to'kiladi, dog' bo'lib qolmaydi. Keyin bizda quruq dasturxonlar ham bor yana. Alohida bu komplektsiz